Mol oxir, qo'y oxirlar narxlarini bu yerda eng kichkinasi 1 metrdan boshlanib 260 zakaz asosida emas berishalar ekan. Aka 1 metrlik qo'y oxirlarimiz narxi 170 ming so'm aka. Mol oxirimiz 300 ming so'm. 300 ming so'm. Bularimiz 260 lik Qo'y oxirlarimiz 300 ming so'm narxi. Mol oxirimiz 260 lik. 450 ming so'm. 230 ligi 280 ming so'm. Pulimiz 240 ming so'm 2 metrligi. 2 metrligi. Bu yerda eng kichkinasi necha metrdan necha metrgacha bo'ladi aka? 1 metrdan 260 gacha bo'ladi aka. Undan tashqari zakatovkalar ham bor. Narxi qancha, metri qanaqa? 230 bo'ladi, narxi 290 ming so'm. Bunimiz 200 ming so'm aka. 200 ming so'mdan. Bularimiz va sarig'i 190 ming, narisi 200 ming so'm, 260 ulari. 260 ligi. Mol oxirimiz zakatovkasi. Mol oxirimiz bor, 310 ming so'm. Dastavkalari qanaqa bo'ladi? Dastavkalar kelishilgan holda. Kelishilgan holatda bo'ladi. Pastda telefon raqamlarini qoldiramiz. Bemalol qaytib ko'rasizlar. Xohlagan razmerlaringda mol oxiri, qo'y oxiri, undan tashqari 100 litrdan boshlanib 10 tonnagacha suv idishlardan bemalol tayyorlab berishadi. Manzilimiz Farg'ona viloyatida, Komintern viloyati, bizni kanaldan chiqqanlar uchun skidkalar qilib berishadi.